Qizlar va nihoyat menga ham mana bekeridan shirinliklar keldi. Qaranglar mana ishtahalar bilan privet Maryam. Ani reklama qilishadi-yu va o'shaning uchun men ham ishtaham ochilib ketdi deb zakaz qildim. Клубника в шоколаде. Men bulari тоже juda ham vkusniy, nomini bilmayman. O'sha kuni lekin bulardan dachaga olib kelishdi-da Nargizlar. Voy, mazza qilib yedik. Ayniqsa men вообще talash bo'lib ketdi. Клубника shokoladini bunaqasi qaranglar. Shunda qo'shilib yeb tashadik. Shu bilan ozgina tegida qoluvdi. O'sha xolodilnik o'zida qolib ketdi. Xullas, yog'li ovqatlardan keyin, hamda qishki sovuqlarida issiq choy bilan hamda shirinlik yeb o'tirish juda ham odamni kayfiyatini ko'taradi. Mana qaranglar, kompaktniy. Ano bir patnis emas-da, semirib ham ketmaysizlar mana. Ha, meni ozginchadan yeb proba qilib ko'ringlar. Mazasiga gap yo'q. Уже yegan.